ortiqcha vazn bo'lmasa ham jigar yog'lanishi mumkin. Bizani o'zimiz tilida yog'li gepatoz yoki steatoz deyiladi. Ya'ni metabolitskiy sindrom degan gap bor bizda. Ya'ni yog' almashinuvining buzilishi organizmda, bu albatta semizlikdan bo'lishi shart emas. Organizmda metabolik, ya'ni o'sha moddalar almashinuvining buzilishi yordamida vujudga keladigan jigarning yog' bilan qoplanishi metabolik sindrom deyiladi. Biz bilamiz, shirinliklar organizmda uglevodlar juda tez hazm bo'ladi va ortiqcha yog' sifatida organizmda zapas holatda to'planishi mumkin. U ham har doim ham bo'lavermaydi. Agar o'sha fuqarolarimiz aktiv hayot tarzida yashaydigan bo'lsa, bular yog' holatiga ulgurmaydi, parchalanib chiqib ketishi mumkin. Ya'ni xil holatda o'tirib ishlaydigan bemorlarimizda ko'p iste'mol qilsa shirinliklar, ularda semizlik alomatlari va jigarni yog' bosish holatlari kuzatilishi mumkin. O'shaning uchun biz aytamiz, har bir narsani o'zini me'yori yaxshi. Shirinliklarni ham odam organizmini 100% tiyib bo'lmaydi. Baribir odam xohlaydi, yegisi keladi. O'shanda biz aytamiz, juda ko'p iste'mol qilmaslikni tavsiya qilamiz baribir.